Hello bolaqalar. Men sizlar bilan o'sha Flag. Короче, ping videomizda sizlarga zo'r savolim bor o'zi. Sizlar hech qachon Minecraftda 1000 kun yashamaysizlar, to'g'rimi? Lekin men yashamoqchiman. Buning uchun albatta uy hamma narsa qurish kerak bo'ladi. Biz esa videomizni boshlaylik. Biz endi maqsadimizni bilib oldinglar. 1000 kun mana shu yerda yashash. Kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Men ko'zim yo'q, obuna bo'la oladim. Sizlarchi bilmadim. Yoki videoga like bosib qo'yishim esdan chiqmasin. Biz esa videoni boshlab oldik. Endi har doimgidek birinchi survival qilishni daraxt chopishdan boshlaymiz. Daraxtlarimiz ham yetuv qopdi. Sizlar hali kanalimga obuna bo'lgan bo'lsanglar, obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yinglar. Bu YouTube kanalini yangi ochganman. Bu YouTube kanalda maqsadim 7K bo'lish. Ya'ni nimaga o'zi bir ko'miz aniq qilmayapsiz deyishingiz mumkin. Bilmadim, lekin men maqsad qo'ydim, erishishim kerak. Bo'ldi, maktab tugaguncha men 7K bo'lishim kerak. Ya'ni yozgi ta'til boshlagungacha 7K bo'lsam, videolarim sifatli chiqaramiz. Shuning uchun ham menga 7K yoqadi. Qanaqadir nerealniroq o'xshaydi bo'ldi. Qisqasi shu. Men 1000 kun yashashimni qaydan bilishimni bilmayman. Hozir bilamiz buni. Hozir Minecraft o'zidan ham yo'q qo'yamiz buni, to'xtab tursanglar. Bo'tga bosasizlar, agar sizlar ham qila olmasanglar, albatta bosasizlar, birpas kutamiz. Bu survival kreativ-ku. Men o'zidan qilinadi, mana. Shu konstrollarni yoqasiz. Sizlarga bu kerak bo'lmasligi uchun buni ham yoqib qo'yinglar. Men toshlarni yig'ib bo'lgandan keyin videoni boshlayman. Bo'ldi, toshlarni yig'ib oldik. Meni bitta narsaga ichim achyapti. Nimaga sizlar hali kanalimizga obuna bo'lmagansizlar? Sizlar uchun bu 1 soniyalik ish. Men uchun esa bu juda ham katta motivatsiya. Endi esa biz ovqat to'plashga tushamiz. Let's go. Albatta bu o'ldirganlarni ko'rsataman. Dars. Albatta keyingi zarfani ham beraman. Yo'q, bolaman, yana bitta narsani sizlarga eslatib qo'yaman. Do'stim bilan qorli biyomda survival qildim, ikkinchi qismini chiqqan. Uni qidirayotgan bo'lsanglar, shunchaki u YouTube kanalimizda joylangan. Aytib o'tay, 3-qismini kutayotganlarga yomon xabarim bor. 3-qismini olish uchun menga motivatsiya yetishim kerak. Motivatsiya uchun esa like, podpiska bosib qo'yish kerak. U videoda men 100 ta prosmotr bilan borig'i 5 ta like so'raganman. O'shani qilib bersanglar, biz esa 3-qismini qanaqangi iloji yo'q bo'lsa ham qilib beramiz. Shunchaki u o'ynayotgan yerimizda o'chib ketib qolishiga ozgina qolgandan qo'rqdik. Keyin esa ya'ni Holmes yana aytdiki, 3-qismini biroz kutaveraylik. Keyin agar o'shanchaga yaqinroq qilib berishsa yoki o'shancha qilib berishsa, biz ham 3-qismini olib beramiz deyishdi. Demasam, menga ham qizig'i yo'q edi, o'raverardim. Chunki u yaxshi prosmotr yoqqandi 1-qismi. 2-qismi unchalik yig'maganim uchun men xavotir oldim. Keyin ya'ni sherigimga aytib ko'rsam, ya'ni Holmesjonga aytib ko'rsam, u shunaqa takliflarni berib qoldi va men esa qarshi chiqmadim. Endi esa biz qishloq qidirishimiz kerak. U joyni ham men albatta kesaman. Birinchi ovqat yeb olib, kechasi kesa yaxshi ekan. Yo, bolalar qalasizlar, ko'p uzayib ketdi ko'p turganidek. Mana bir kun foyda bo'lib qoldi. 1 kun. Bu ham juda ham uzoq kun deyiladi. 1 kun bo'ldi, 1 kun. Короче, qishloq topdik, lekin yo'lda shuncha narsa oldim. Yana boyliklarimiz sinib ketdi, temir bilanlarni yasab ko'pirga videoni boshlagi narsa ko'rdik va mana yana yangi yig'ib oldim. O'z boy yaqin yasagandim. Kerak endi uyga borib qishloqda yashasam bo'larkan, chunki o'z cho'tka joyga joylashgan ekan. Bu mani omadim.
Ay pizdükçeler. Ma. Короче, potekelik geçen bir oldu. Cünlüğümüz. Qanchalik farosasiz mana bo'ldi. Nimaga unaqa qilyapsan? Fly deyotgan bo'lsanglar. Qo'ylan junini yo'lda tashlab kelganman. Voy Zaynab, yotog'imni ham tashlab kelganman qizga. Mehmonxona bo'lsa, mana mehmonxonasi, mehmonxona. Jes mehmonxona. Mana shu yotoq endi menga o'zgartirib olishdi. Sanduitda esa bu qishloqcha boy ekanda. Bunaqasi ham bor ekan. Imortlarni solib qo'yish kerak. Buni qilib qo'yaptimi? Короче, uxlab olish kerak. Mana sizlar bilan ikkinchi kunni ham o'tkazib oldik. Hali yana oldinda 998 kun bor. Bijitel nima deysan deyapti xayolida. Короче, spam point bosamiz. Verstaga olish kerak. Verstaga turaversin. Qishloq o'marishimiz kerak, o'marishimiz. Nima qilamiz-da? Buni qilib, buni qo'ysak, ana kerak qiladi, to'g'rimi? O'ylaganlar, rostdan bu qiz boy ekan. Bola ko'p turganida ko'p vaqt o'tib ketdi. Hamma somonni yig'ib olgandan keyin sizlarga tashlayman. Короче, endi bu meni shartnomali uyim. Ashaka. Bu meni shartnomali uyim, короче. Так. Bunu olamiz. Buni kim qilsa ham mening vashimiz yo'q. Bunga yotoq qo'yamiz. Buni tashqariga olib chiqib tashlash kerak. Короче, day bo'lmay yo'q. Shu kimga yarabsam o'g'layversin. Men uni qurib o'tirishni ko'ryapti jo'da. Так что bitta ham tozalash kerak, chunki bu juda ham kichkina. Juda ham kichkina. Tanlasam. Lekin bu menga yoqmayapti. Shunga sal o'zgartiramiz. Bu yangi qismga bor-ku 5 dona like. Keyingi qismini chiqarish foizim juda ham ko'tarilib ketadi va mening ruhiyatim ko'tariladi bolalar. Mening obunachilarim ham ko'payishadi. Mana ekan uyini bir amalab yomon olamiz. Fakkeler solamiz. Albatta uyga kirib parsak qilamiz-da, buni o'rtashash kerak. Nima keragi bor endi, yosh bola emasman-ku. Ana ekan, verstak bitta pechkani esa bitga joylashtiramiz. O'tirganlarni olamiz. Buning videomiz shundan iborat bo'lishi kerak, ya'ni tars. Uyga kirib, uyda yashash degan bu videomizdan asl maqsad. Lekin sal videomiz oshib ketayotgan hisoblangan holatda biz esa videoni to'xtata olmaymiz, chunki hozir juda ham ko'p vaqtimiz bor. Uyimizga dekoratsiyalar kiritishimiz mumkin. Birinchi navbatda birozgina qishloqlar bilan savdolashsammikin. Emeraldim boradi shu yerda, men topdim. Qolgan videolarimizni savdolashib o'tkazamiz-da. Telefonni ham zarada ozgina qo'ygan, shuning uchun videoni to'xtatib o'raman. Kimga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, obuna ham bosib qo'yinglar. Videoni boshida aytib o'tganimdek, kim ko'zini yumib videomizga like bosa oladi, shuni bilinglar. Agar siz bosmagan bo'lsangiz, keyingi odam bosishi mumkin. Shuni ham o'ylab ko'ringlar. Bilib bo'lmaydi, keyingi odam sizlardan zo'rroq bo'lishi mumkin.
Bugungi videomiz shundan iborat edi. Endi esa biz videoni ham tugata olsak bo'ladi. Xudo xolisa ikkinchi qismi chiqishini kutayotganlar bo'lsa, shunday videoga 5 dona like va men keyingi qismini chiqaraveraman. Men sizlar bilan hay bo'ldim. Kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi qismlargacha hayi deb qolaman.